Assalamu aleyküm bütün dünyadaki suyumlu kırındaşlarımız. Bugün torlarda talaş tartış bulavatkan, halkımızın bölünüşüne sebep bulavatkan bazı meseleler ve bazı teşkilatlar toğrusida söz kılmakçı. Suyumlu kırındaşlarımız, tacavuzcu Xitay'ınki 74 yıldan beri vatanda ve çetelde kalavatkan en çok işi halkını bölüş, teşkilatçılığı bölüş, Uygurlarını bölüş. Bunun için Komünist Xitayla yüz terbiyeligen adamlarını işe seliş arkalık, aramızga, beşimizga kirgiziş arkalık bu uyanla oynap gelmekte. Bu uyanğa biz asla yol koymadık, bunun keyin mi yol koymayımız. Suyumlu kırındaşlarımız, torlarda talaş tartış bulavatkan gap. Uygurlarga mustaqillik gerek. Vatanimiz işgal kılınan devlet. Vatanimizde soykırım var. Mana muşu söz talaş tartışıladır kırındaşlar. Suyumlu kırındaşlarımız, halkımız sala akıllı. Bu talaş tartışga sebep kılavatkan bu uyan kemmenler. Suyumlu kırındaşlar, vatanimiz işgal kılıngalı. İşgal kılıngan devlet bulagalı 74 yıl oldu. 7 yıl ya 4 yıl olmadı. Vatanimiz işgal kılıngan devlette Amerika yana bir devlet xetbadik digenlegi deydigan sözüm. Neçe yıllardan beri neymiş kıldınlar? Ha? Belki silahının 5 yıllık 30 yıl 20 yıl oldu. Neçe yılın yağı vatanımız işgal kılıngan devlet, vatanımız bizge müstakillik gerek, vatanımızda soykırım var diyen kadar neymi üçün neçe yıllardan beri bämidin layı? Bugün oturga çıkıp bütün halkının ideyasını bu yaga merkezleştirseler. Vatanımızın işgal kılıngan devlet ekenligini bütün Amerika, bütün dünya biladi. Halkımızda vatanımız soykırım var ekenligini dünya biladi. Vatanımızda qanday ish bo'lsa, belki sizlar bizdan yaxshiroq bo'la biladi. Chunki biz vatan bilan aloqamiz yo'q. Ammo har bir davlatningki tajovuzchi Xitoyda bo'lsin, vatanimizda bo'lsin, istihbarotlari va mitlari va ajallari va. Shuning uchun bu davlatlarga dars bermasanlarmi, bu davlatlar yaxshi bo'ladi. Ammo sizlar kesilinglarni yushiraman deb o'liminglarni oshkorlayapsizlar. Sizlar necha yilningizni mustaqillik demay nima degan edinglar? Vatanımız işgal kılınan devlet demeyin nime degen edinlar. Vatanımız soykırım var demeyin nime degen edinlar. Acaba bugün de yapıpseler. Bu dava kaçan da bu kademle ağam bolsanlar şu günden tarif deyildiğin dava. Biz bu davaya çıkan günden tarif ta bugün geçi. Bağan tuğğa yerimizde. Onun 100 bin kişilik jığılladı mı? Bütün halkka car septirip toğlavatımız. Vatanımızın işgal kılınanlığı ne? Vatanımızdan Xitay zulmü dikenlikini, vatanımızın soykırımının bağlıkını, bizge müstakillik gereklikini davatımız. Davaya çıkan günden tartışıp davatımız. Bu günni vatanımız kaçan tecavüz Xitay besavagan bolsa 1949'dan tartip bugünküçe vatanımızga müstakillik lazım. Vatanımız işgal kılınan zaman, vatanımızda soykırım var dep, bana muşu yolda nurgulluğun kırındaşlar şehit oldu, türmelerde sulandı, yok kılanı kırındaşlar. Sizler bugün de vatandaşlar bu nerede kaldınlar neçe yıllardan beri? Sizler kaysı vatanının davasını kılavatçılar? Sizler kaysı tuprağının, kaysı milletinin, kaysı halkının davasını kılavatçılar? Kıladığın işimiz az mı? Kimle aldaysılar? Peki bunun için, sotku bir iş için, Amerika'ya deyiş için o teşkilatın bu imza ediş lazım ki. Halktan pul toplaş lazım ki bunun bir toplattı ki. Ya Rabbil Alemin. Ya biz Türkiye'de meyli genel başlık olsun, meyli cumhurbaşlığı olsun, meyli bütün başlıklara nurgulluğun dilekçi yolladık. Nurgulluğun nesini kıldık. Başka devletlerinin konsolosluğuna yapmadık. Hiç kim bizim promosyon talep kılmadı ya? Hiç kim? Bir pul ketmedi o. Vay biz ne canımızı bunu kılavatımız o. Sizler ne deyittinler? Neymiş kılavattılar? Külgüm kilidi. Ya halkımız o kadar mı gol oynamışlar? Amerika'daki şu kadar yoğun devlet. O kadar mı gol? Bunda kılmayın kırındaşlar. Halkın mühim meseleni sözleyelim. Tecavüzcü Komünist Xitay, vatanımızdaki Uygurlarını birden ülep tuğdatır kırındaşlar. Bunu tünü bugün kılmadı. Yıllardan bir kılavatı. Ama hakiki başlığa vakti, yani aşkara başlığa vakti. Halkaradan sana ne mi? Ben kıkınamda kılaman diye vakti kaçan bilemsiler? Kaçan da vatanımızda tecavüzcü Xitay, Fılallık tuğut oturup koygan bolsa, aynı şu gün soykırımның aşkara başlangan vakti. Bununla neçe yıllap ketdi o?
planlıq tuğutlu yol koyganlık. Uygur'un evlatlarını, ballarını anının kuskuda tirik haleti öttegi vakti, bana şu gün hakiki soykırımının ki aşkar halete başlayan vakti. Sizler bunun neticeli olarak oylamsızlar. Sizler bu vatanın evladı emas mı? Vatanda yaşamagan mı? Bunu köyemegen mi? Bunu bilmegen mi? Davanın beşi asli mana şundak başlaş gerekti. Suyumlu kırındaşlar. Ukrayna'daki bir devlet Rusya bilen uruş kılaman depti. Bütün dünya nece devlet şu Ukrayna'ya yardım kılavatdı. Bütün Rusya'ya düşman bo'lgan devlet. Bizge mana şundak destek, şundak yardım lazım. Bütün Xitoyga düşman bo'lgan devletler bizge yardım qilish kerak. Bir Amerikalar emas, bir Türkiye'ler emas, bir Avrupalar emas. Hozir Birleşken Devletler'de 51 devlet Uygurlarning mustaqilligini, yani Uygurlarni qo'lladi. Tajovuz kommunist Xitoy qarshi chiqdi, zulmga qarshi chiqdi. Biz ayni shu 50 devletning dastiga erishimiz kerak. Hatta Xitoy taraf turgan, bizni satgan, sözü milletçi, sözü dindar, sözü musulmon, sözde Türk devletlerining liderleri setilgan bilan xalqava bizning yanimizda bizga destek beradigan, qon qarindishim deydigan, din qarindishim deydigan. Bütün dünyada musulmon bo'lmasa mı, Uyg'ur bo'lmasa mı, Türk bo'lmasa mı, nurg'un insonlar var. Bizning yanimizda bo'ladigan, haq taraf turadigan, mazlumiyatda bo'ladigan. Mana biz bir devletninki g'alchisi bo'lib, bir devletning ishchi bo'lib emas, bütün tajovuzchi Xitoyga zulmga qarshi bo'lgan bütün devlet bilan, bütün xalq bilan birlikda vatanimizni mustaqil qilamiz. Bizga kuch lazım qarindoshlar. Biz kuch lazım. İnşallah bunu qilamiz. Ordusu bo'lmagan devletning mustaqilligi bo'lmaydi. Ordusu bo'lmagan devletninki o'zgarligi bo'lmaydi. Urushmay turib, qon vermay turib, jon vermay turib, hech qanday bir devlet emas, bir shahar, bir yezimi mustaqil bo'lib qolmaydi. Ajdodlarimiz quruq namoyish qilib, quruq shuar to'lab vatan mustaqil qilmagan. O devletga bu yalvarib yurib mustaqil qilmagan. Jon verib, qon verib mustaqil qilgan. Mayli islomdan burunmi shu qon vergan, jon bergan. Allah uchun bilmasami, vatan uchun, millat uchun, bayroq uchun deb jon bergan. İslamdan keyin Allah uchun, vatan, millat uchun deb jon bergan qarindoshlar. Bundaq desam, bizning ordamiz bormi, yo'qmi deyishim mumkin. Qarindoshlar, Qurol tutgan Uyg'urlarimiz var. Ama yurkimiz erishadigan bir yeri var. Birleri Talibanning qo'lida, bizimiz birleri Al-Qoidaning qo'lida. Taliban Xitoy bilan aka oldi, quchoqlashdi, birlashdi. Afg'onistondagi kanninki qizilgan boyliqning 40%ni Xitoy oladi, 60%ni Taliban oladi. Necha yillardan beri 30 yildan beri Afg'onistonda Xitoyga qarshi amaliy harakat to'sab kelayotgan ko'nglimiz yerim bo'ldi g'ayri Talibanlar. Al-Qoida o bu degan ulama yurkimiz erishdigan yeri Xitoylardan destek aladi. Hem ularga destek berayotgan, osh, un, guruch berayotgan davlatlarmi Xitoy bilan munosabati yaxshi. Tijorat bana, iqtisod bana, manfaat bana. Bular qanday Xitoyga qarshi bir ish qildi bo'lsa, bu qarindoshlarimiz shu nimadaki dorilangan tamoqlarni yeb, go'shtlarni yeb, ular vatandakilar emas, chet eldagilar manqurtlashyapti. İstanbul'da Kayseri'de Türkiye'nin hem yerinde bazı dernekler darilangan guruchlarni ular yani biz xalq taqchar qilib ularni manqurtlaştırıbatdı. Bazılar hammasi demayman qarindoshlar. Yani bu manqurtluq zulmga, zalimga Xitoy qarshi turmaydigan, düşmanni, kafirni boshqadan izlaydigan mana bu şekilde manqurtlaştırıbatdı. Biz uchun bağımsız bo'lgan, hech qanday davlatga bog'lanib qolmagan, hech qanday yerga bog'lanib qolmagan, hech qanday guruhga bog'lanib qolmagan, faqat Uyg'ur davlatininki, Uyg'uristonninki, tarixdagi Sharq Turkistonninki mustaqillik uchun kurash qiladigan bir ordu lazım. Milliy ordu lazım qarindoshlar. İnşallah bunu sizlar bilan biz qila olamiz. Xalqimiz tayyor. Ammo iqtisodiy kuchimizning bo'lmasligi bundan to'sal bo'ladi. İnşallah bunu qilamiz. Biz ne pul tapkan, milyon pul tapkan adamlar. Dünya çökelip ticaret kıygan adamlar. Bugün kıyınçılıkta bo'lganimiz bilan Allah qarşı bir insonga yalvarmaymiz, bunu nekin qilamiz. Mana bu tajovuzchi Xitoyning nafsidan bo'lgan vakillik tufayli. Nurg'unlagan baylarimiz var, ama dava onko'ya chiqolmaydi. Nima uchun bilamsizlar? Xitoyning melini setib, Xitoyning melini elib. Ham Xitoyning shu qilgan aşı deydi hozir. Shu qilgan hukullari bilan, shu Xitoyninki meni so'njugan manqurtlish bilan pul topqachqa ular bu iqtisodni da'voga vermaydi. Da'vo puli pokis narsa. Bu mustaqillik da'vosi. Bu jang, bu kurash intayin pokisni xohlaydi. Pokis halol pul olmasa
Bu işte kıl olmaydı. Hem de bu haram pul bizi kelmeydi. Ama lekin içimizde halaldan tep batkan, halal ter bilen, halal emiki bilen iqtisad tep batkan nurgun kırındaşlarımız var. Ama bu kırındaşlar nima üçün bugün yardım kılanmaydı? Çünkü neçe yıllardan beri bularni vatanga amaliy ish qilamiz deb, vatanga bir ish qilamiz deb, mustaqil qilamiz deb, xalqni aldab, bununla namoyish aq ko'kchiga deb jig'ib, vatanning mustaqilligiga bir g'irish mangmaganligi da'vat ilgirlash bo'lmagan chiqib, bichora qarindoshlarimiz og'zi bo'g'ir to'yib ketdi. Shunga kimga yordam qilishni bilmaydi. Bundan og'rinish qolmaydi. Inshaalloh biz haq davosimizni mustaqil turgan vaqtimizda to'g'ri yo'nalishda, to'g'ri usulda, mustaqil yo'lga qarab mangan vaqtimizda, xalqimizni to'g'ri yetaklagan vaqtimizda inshaalloh iqtisod o'zligidan keladi, askarlarimiz o'zligidan keladi, vatanmi Allohning izni bilan o'zligidan yashaydi qarindoshlar. Bugun bir muhim masala qarindoshlar. Biz faqat Uyg'ur millatininki mustaqillik uchun harakat qilishimiz kerak. Qirg'iz qarindoshlarimiz qon qarindoshimiz, ammo davlati va qozoqlarning davlati va o'zbeklarning davlati va sizlar ularning yemini yemasanglarmi, ularning vatani bor. Ularni Xitoy yo'q demada bu yo'q tanmaydi. Shuning uchun Uyg'ur so'yqirimi ekanligini butun dunyoga deyishinglar kerak. Vatanimizda 13 millat bor. Hamma millatning davosini qilib bo'lolmaysizlar. Ularning davlati bor. Xitoyning ular bilan kari yo'q. Hozir taqdimi kengar qo'yib Qozog'istonni, Qirg'iziston nima qilibsizlar? Uyg'urlardek zulm ko'mayapti, so'yqirim ko'mayapti, o'ttirilmayapti. Maqsad Xitoy qamoqqa biletni cho'ngini qo'ydi. Qirg'iziston, Qozog'istonning atisi uyg'onmasa, birlashmasa bizda ko'rib qarindoshlar. Tajovuzchi Xitoylar buyuk Chin imperatorlik tushini amaliyleştirmoqchi. Qirg'izistonnami, Qozog'istonnami, O'zbekistonnami, hatto Turkmanistonnami, Mo'g'ulistonnami qaytadan ishg'ol qilmoqchi. Chunki tajovuzchi Xitoyda iqtisodiy chatoq bor. Iqtisodiy cho'kish bor. Tajovuzchi Xitoy yana bir davlat ishg'ol qilmay turib, iqtisodini qo'dab qololmaydi. Tajovuzchi Xitoylar butun dunyoga qarz berdi. Ammo hozir ololmayapti. Chunki dunyoda ekonomik, iqtisodiy chekinish bor. Hech kim qarzini to'layolmayapti. Xitoy qayda qiladi? Qarzini olay desa, u davlatlar dushman bo'lib qoladi. Ularni zo'rlab qolsa. Xuddi ba'zi do'stlar va tuqqanlar va iqtisod tufayli buzilib ketadi-ku. Pulimni bermadi, iqtisodimni ber, pulimni ber deb qarindoshlikdan, do'stlikdan iqtisodni cho'ng ko'rib, iqtisodni bichora qiyinchilikda berolmay, tuqqanlikdan, do'stlikdan ayrilgan ishlarni biz ko'ryapmiz, shohid bo'lyapmiz. Hatto bizzat yashadik buni. Xitoymi pul bergan shu davlatlarga chinqab qolsa, zo'rlab qolsa, munosabati buziladi, hatto urush chiqishi mumkin. Shuni Xitoy ulardan zo'rlab ololmaydi. Qayda qiladi? Kuchi yetgan davlatni ishg'ol qiladi. Andan o davlatdan xohlagancha vatanimizni sumirgandek sumiradi. Bugun tajovuzchi Xitoylar xuddi Falastindan Isroilga 300 kilometrdan uzun yer osti yo'lni qo'llab turibdi ekan. Xitoyning bergan yordam bilan qarindoshlar unutib qo'ymaydi. Shu iqtisod bilan. Ashunga o'xshash Xitoy bugun vatanimizning tuproqlaridan Qirg'izistonga, Qozog'istonga yer osti yo'l to'lini qizib qo'ygan gap qarindoshlar. Vaqtana vaqtga urush chiqsa, hem taş tüpüden uğradı, hem yana ötekinden çıkıp uğradı. Bakar Xitoylar, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston Xitoylarni jiq evatmay o'tadi. Bütün beravatgan Xitoylar, Xitoyning askarlari ko'pincha yoshlar, yosh oila qarindoshlar. Qirg'izlarni ko'rmaysizlar. Chunki ular urushmaydi. Tajovuzchi Xitoylar Qirg'izistonni, Qozog'iston, O'zbekistonni ishg'ol qilmoqchi. Buni Qirg'iz, Qozoq, O'zbek xalqini o'yg'itishinglar kerak qarindoshlar. O'rta Osiyoda qarindoshlarimiz, ya'ni Turkistonda qarindoshlarimiz ularni cho'qim o'yg'itinglar. Ularga biz qolgan kunga sen qolma. Sen bizni o'ylamasang biz seni o'ylaymiz. Sen bo'lsangmi mustaqil yasha, Xitoyning zulmiga qolma, o'yiniga kelmadinglar qarindoshlar. Eng muhim masala hozir eng xatarli holda Uyg'urlar. Shuning uchun o'zimizning millatiga, o'zimizning vataniga, o'zimizning xalqiga, o'zimizning bayrog'iga ega chiqaydi. Eng muhim masala birin qarab qo'yib, yo'q masalalarni tartishib o'tirib, xalqimizni bir-biriga uchirgan ishni qilmaydi. Xalq bir bo'lsa, davlat qura olamiz. Liderlarning, raislarning, tashkilotlarning bir-biriga untay muhim emas qarindoshlar. Tarixda Yahudi davlatimi xalqning birlik bilan qurilgan. Baylari iqtisodiy va bir liderlar desteklash orqali qilib davlat qurilgan qarindoshlar. Men davlat deb e'tirof qilaylik qilmaydi. Nurg'un davlatlar shu, xalqning birlik bilan qurilgan. Chunki boshliqlar birlashmaydi. Bir-birini yaratmaydi. Bir-birini mansitmaydi, kürenmeydi, haset qiladi, töhmet qiladi, fitna qiladi. Men kim demaydi, sen kim deydi.
Şunun için suyumluk akıngıl halkımız biz sizlarni bularninki bir-biringlarga tushirishige, sizlarni top qilib o'yilishiga, sizlarni ahmoq qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Inshaalloh oxirgacha tajovuz kommunist Xitoy bilan, ham munofiqlari bilan, ham uyanchilari bilan, ham bu siyoset bilmaydigan, siyoset beshiga chiqavergan insonlar bilan bularning sizlarni bo'zay qilishiga, oldishiga, ahmoq qilishiga, zulm qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Oxiri deydigan gapim, nan yepishni bilmaydigan navay to'nova beshiga chiqib olsa, nandan burun to'novaning ichiga o'zi tushib ketib, nan bilan birga ko'ygandek, ham nonni ko'ydirdi, ham o'zini ko'ydirdi. Siyoset bilmaydigan so'zli siyosetchilar ham o'zinglarni, ham xalqimizni ko'ydamanglar. Siyoset bildigan o'g'illarning, erkaklarning, liderlarning, bizdek yigitlarning orqadan xalqimizdek ergishibmanglar. Qandaq siyoset bo'ladi? Vatanni qanday mustaqil qiladi? İnşallah hammanglar ko'rsatib qo'yamiz. Assalomu alaykum.